İnsan güreşke varken Assalamu alaikum, hurmatlı telekörüşü tuğanlar, dostlar. Men laqamım Düblör bolgan, atım Anarbay, familiyam Kayyumov. 42 yıldan beri küreşamın. 42 yıldan beri küreşamın. 31 yaşımda başlagamın küreşti. 1997 yılı 6 yanvarda jönüp Karadarya degen ayıldan 2,5 günde Leylek 420 kilometre jerge velosiped men jetip bargamın. O şehirde 5 adam men küreşkenmin o şehirde. Anan keyin Boyaman rahmatlık uşonda tirik bolgan. Boyaman rahmatlık men o şehirde körüşkenmin Leylek'te. Anan 30 bin adam tamaşa kılgan. Anan keyin tuğandar men sizlerge aytarım, sport menen maşıguu kerek. Sport menen maşıguu kerek. Küreş bir günde 20 kilometre жүгүрүп, ошого жараша жесең, спортту ар кандай түргө кете бересиң. 20 kilometre жүгүрсөң, бийиктикке секиришпи, узундукка секиришпи, бирок 20 kilometre жүгүрүш керек. Boksga ham sho'rasin. Velosiped menen o'ta yaxshi razminka bo'ladi. O'ta yaxshi ter qavayt, sovib turib, anan keyin chiqasin, jig'itasin обязательно. 400 bu, 500 bu kurash o'tkazgan bo'lsam kerak, esimda yo'q. Biroq 300'ünü jig'itgan bo'lsam kerak, 200'ünü jig'ilgan bo'lsam kerak. Eng ko'pi Sirdaryo oblasida kurashganman. Sirdaryo oblasida o'ta kurash razvitiy O'zbekistonda. Anan keyin Jallovotda, Qirg'izistonda Jallovotda razvitiy kurash
Oş'ta ham bo'ladi. No'xat rayonida har yili 9-mayda kurash bo'ladi. Put bardiq yerga borganman, Ostonada kurashganman, Kazanda kurashtirishgan yo'q. Sebebi universiada o'tgan ekan 13-yili. Mingtemir Shaymiyev ukaz chiqargan ekan. Всяческие nasionaliy игры отменяются deb. O'shantib kurashga qaytib kelganman. Biroq ayb yo'q menda, kurashga borganman. Boshqa yerlarda tanishim kerak. Men Severni Tojikistonda taniydi. Toshkent oblast, Sirdaryo oblast, mana yerda 3 oblast, Andijon, Fergana, Namangan, O'sh, Jallovot, Talasga bordim. Ko'chman ellerдің oyunlarına. Iskölge bardım, Ko'chman ellerдің düğünlük oyunları oldu. 15-yıla. Iskölde yüzlük keres men kuruştum. Benden şunca büyük, o sportivkada bilinip duran jelke, baretsta o kuruşka kelgen. Oşa men kuruştum, beni çalıp jigitip koydu. Bir karız Orçanı nasar bilet eken, oşoga aytdım an. Объясним, что подножка считается полпоражения, второй подножка уже снимается с соревнования. Поэтому надо оторвать от пола и потом проводить прием. Desem o onga tushuntirdi, anan keyin meni ko'tarmoqchi bo'lganda men qarmab qolib onu jigit verdim. Yuzini qaraysiz, men 25 yoshda ekan. Men 15-yili 65 yoshda bo'lganman. Bu bizi Tajugay Palvan, bu atı Tajugay Palvan bunu. Bu dublör degen maqaldı. Mana Qo'rg'onto'g'rik Ablaz degan kurashda yetilib yuradigan odam bor edi, palvon. Ablaz palvon desidi. O'shal odam shu kurashni boshlab berishdi, Tajugaydan boshlaymiz deb shu jiyinlarda birinchi boshlab yurganligi uchun dublör qo'yayotgan. Kim menen kurashsa yo'q deb aytdi Tajugay. Bu asaqalmin, bu asaqal, bu go'to katta palvon, men kichik jashmin devesdan kim menen bo'lsa kurasha bergandan dublör deb shu Ablaz palvon laqam qo'yib qo'ygan. Tajugay palvon o'zi shu Beshkaltak elidan bo'ladi. Mana shu yerda kadri, shu kurashga qiziqib, otasi yetalab yurib, otasi ham oncha-buncha kurashadigan odam edi. Yetalab yurib, shu kurashga qiziqib, Tajugay ham yomon bo'lgan yo'q. Elda Beshkaltak elini bir Jallovot, O'zgan, O'sh, Andijon, mana shu Jallovot territoriyasiga Beshkaltakni tanitgan palvonlardan birinchisi Tajugay bo'lgan bo'ladi. Endi tug'anlar, men 1950-yili 18-mayda tug'ilganman. 31 yaşımda kurashni boshlaganman. Kurashga kirib qolishim случайно emas. Men armiyada shtangidan 1-razryadda atqarganman. Armiyada volniy barba menen mashig'ib, diviziyada 3-o'rinda olganman. Anan keyin 31 yaşımda kurashga chiqqanman. Abdurahmon polvonni eshitganman. 80-yili o'tib ketgan Abdurahmon.
Keyin topancha polvonni ko'p eshitib juratalam. Biroq men bu kishi bilan 1990-yillarda tanishib, bilishib qolganman. Topancha polvon İbrahim oti. Familiyasi Uzoqov. Qoradaryo jergesidan bo'ladi. Qoradaryodan jergesidan men qiziqchilik qilib aytaverayin. Telezritellarni kuldirib ham qo'yish kerak. Piyanista alkashlar ham meni jig'itgan. Anan armiyadan 71 qaytdim. Budichi уже birinchi razrad штангист. 3-место diviziya chempionatida. Anan kelib 31 yaşımda kurashga qatnashib qoldim. Belbolu kurash hozirgi. Boyamon polvon men kurashganman. O 20 yoshda o'g'on, men 37 yoshda o'g'onman. 17 yosh kichkina bo'lgan Boyamon mendan. O'shanda Boyamon polvon men kurashib 37 yoshdaman men. O 20 yoshda. 20 minut kurashganman. Men bunday napada ishini ko'rgan emasman hech qayerda. Ko'tarib bu yoqqa tashlab, to'xtatmay ko'tarib bu yoqqa tashlab, dog'i bu yoqqa tashlab 20 minut. Biroq jig'algan emas meni. Anan keyin o'koz necha chiqqanmiz ham. Boyamon men. O'shaning o'g'li Adilat hozir Bishkekda kurashchi federatsiyani boshchisi bo'lib turadi hozir. Adilat men o'ta yaxshi tanishman. Anan keyin mana 50-yilda 18-mayda tug'ilgan bo'lsam, mana may kelsa 73 ga to'laman. 42 yil kurashdim men. Bir ayam to'xtatganim yo'q orada. Bespererivne 42 yaş. 42 yil kurashdim. Mana bir yil 1-mayda kurash bordi o'tib. O yoqqa boraman, xudo xolasa. 21-martda shunala Dodon degan ayilda No'qat rayonida kurash bor ekan. Navrozda. O'sha yerga har yili boraman. Özümden 40 yaş, 30 yaş kichkinalar men kurashaman. O'shalar meni jig'itganlar yo'q-da. Biroq ko'ngli jig'itdim o'shalarni. O'zi Diblar aka deymiz, endi Tajov akamiz kurashchi bo'lgan. Bu ko'p joylarga borgan, ko'p joylarda qayerda kurashchi bo'ladigan bo'lsa, ashaga boradi kurashga. Lekin zerikmaydi ham, piyada ham, velosipedda ham yetib boradi. Endi bu Tajov akamdan oldin men kurashganman, to'g'ri. Endi bizdan keyin kurashgani, men kurashganimda mana Boyamon ukam bo'ladi meni. 67-yil, men 61-yilman. Boyamon bilan men kurashganman. Mana Qirg'izistonlik ko'p bolalar hammasi meni taniydi. Boyamon meni aka derdi. Billa kurashganmiz. Kurash 9-klassda o'qiganman, 16 yoshda o'qiganman. O'shanda boshlangan mana Qorasuvda kurashga tayyorlagan bizni. Volni barbamiga. Qo'rg'on to'yda kurashganman shunda. Anan keyin shundan boshlangan biroq mana cho'ng belbolu kurashga men 31 yoshimda boshladim kurashni. 80, 90-yillar ham 2000-yillar. Shu belbolu kurash Yuk Kırgızistan'da öte razvitiy bo'lgan. Tushdi Kırgızistan'da. Tushdi Kırgızistan mana Ferganskiy dolina, Ferganskiy oblast, Namanganskiy oblast, Anjanskiy oblast, mana Anjan oblastida turamiz. Jallovod, Osh, Lelnovat, Severniy Tojikiston. Put bordigi belbolu kurashda kurashadi. Ular polvonni 45 yildan beri bilaman.
45 yildan beri kurashadi. O'sha dublyor palvon hech qanday meni tanlab aytdi, o'shaning uchun buni nimasi dublyor bo'lib qolgan. Bu dublyor palvon qayerga borsa biz ham shu orqasidan borib kurashlarni tomosha qilib kelganmiz. Bundan tashqari shu Boyaban men kurashgan. Boyabanni kurashini ham ko'rganmiz. Men Boyaban kurashini 1990-yili ko'rganman. Yaxshi kurashgan. Qaradaryodan o'sha Ibragim palvon, Topancha palvon bilan birga kelib kurashgan. O'shalarni ko'rib, bundan tashqari shu Andijonda, Xonobodda, Namangan, har joyda shu buyog'i nimalarda Batken borib kurashlar tomosha qilib kelganmiz. Tajvoy dublyor palvon, shu dublyor palvonni shogirdlari bor. Shogirdlaridan Jumaqulov Zohid palvon jahon chempioni bo'lgan, belbog'li kurash bo'yicha. Bundan tashqari Latif palvon, Mamar Asil mana ukamiz bu shu kurash kelgan. Osiyo chempioni bo'lgan, Osiyo. Bizni Toshkentda shu kurashga qiziqqanlar juda ko'p. Undan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Tajvoy akam bundan keyin ham den sog'lik tilaymiz. Mana 1-mayda shu o'shda kurash bo'ladi ekan, shunga borib o'sha haligi veteranlar nimasida kurashib keladi. Orqasidan borib biz ham tomosha qilib kelamiz. Men maqtanmasam ham bo'ladi. Amerikanец Paul Brek. Biz Amerikanlarni gapirmasak bo'lmaydi. 85 yaşında alpinizmle maşkan, alpinizm. Jugurgan, ko'p yoshlarni orqada qoldirib Paul Brek. Sportini xizmat, tez yurish, onda ham yoshlarni qoldirib 85 yaşda. Angliyskidan o'zbekchaga perevod qilgan kitobni o'qiganman, Paul Brekni. 85 ga kirgan qirchillama yigit degan onu. Biroq bu odam Avstraliyada o'shanga yurgan bo'yicha qotishga tayyorlangan bu vodniy lijada uchishalik volnada. O'shanda volnani tagida qolgan 96 yaşında o'lgan. Tragiski pogib. O'z ajalimi emas. O'shanda ham sportsmen bo'lgan Paul Brek. Onu oldida men maqtanmasam ham bo'ladi. O adam 130 mo'ljaldagan ekan. 130 ga kiraman. Biroq Xudoyda aytgani bo'ladi-da. Na всё воля Божья. So'r men 3 bu 4 bu uyg'onib ketaman, uxlay olmayman. Anan keyin 12 kilolik qovun bor. Tosh. Snaryad sotib olgan emasman men. Anan o'sha toshni ko'taraman. O qo'lima, bu qo'lima olaman, odirga churqayman. Churqamayman, juraman. O'sha gana men tirinayotgan boshqa. Kurashga boraveraman. Men dublyor men bilan katta bo'lganmiz. Bilan mana yerda tug'ilib o'sganmiz u bilan. Kurashga yoshligidan qiziqadi u bola. Kurashga qiziqib, qayerda kurash bo'lsa boradi. Billa boradi. Biz ham kurashga tushib yurganmiz o'sha yerlarda. Buni otasi ham shunaqada. Otasi ham kurashga qiziqqan odam edi. Oilasidagi hammasi ham kurashga qiziqib, kurashni yaxshi ko'radi-da. Qayerda kurash bo'lsa boradi-da. Shuning uchun bu hamma yerga mana shu Andijon oblasiga, boshqa yerlarga ham dublyor sifatida tanilib qolgan, Qirg'izistonga ham tanilgan. Mana shu yerda o'sib ungan boldardan bo'ladi. Endi har kimga har xil nima taqdir beradi ekanda Alloh. Bunga ham shunday kurashda obro'y berdi Xudo. Yaxshi. Mana shu yerda Beshkaltak mahallasini obro'y dig'adi. Boldar ham mana shularni ko'rib harakatga tushadi.
harakatga tushib, sport bilan qatnashib, yaxshi ballar bo'lib chiqib ketish kerak-da shu yerdan. Dağı bir nimeni aytmasam bo'ladi. Seulda Южный Koreya Olimpiyada bo'lib o'tadi. Olimpiyadaga boshlanishi konniy sport, plavaniya o'shandaylar boshlanadi. O'shanda plavaniya bo'lib o'tadi. Rossiyskiy televideniya ko'rsatib o'tadi. Prямой reportaj. Seul. 12 ta haligi plavaniyaga nima haligi tashlab turgan egizga chiqishdi. 2 metr, 1.90 Европейский. Biranta neger mongoloid yo'q. Put Европейц. Anaki 12 tasi chiqdi. Oxirida bir qiz ham chiqdi. Bir 18-20 yoshda bir kichkinagina qiz. Haligilarda mana yerdan keladi. Ali qizni 12-chi bo'lib turadi. Ema ona qiz eng oxirida keladi deb turam. Basseyn uzunligi 25 metr. 25 metr. Tashtak bu yoqqa boradi, bu yoqqa keladi, bu yoqqa boradi, bu yoqqa keladi. Bo'ldi 100 metr. Anan keyin pistolet otildi, tashladi, ketdi. Volniy stil qanday tushsang so'rasin. O уже finish bo'ldi. Ali qiz chempion bo'lsa bo'lavi, olimpiyskiy chempion, amerikanka. Anan haligi o'rus diktor aytib o'tadi, haligi kommentator. Вот эта девочка, это 2 часа ест, 2 часа спит, 2 часа тренируется. Это. Живет в бассейне. Ana, o kızga ele tanıdığı mıysa o? Любой спортсменге tanıdığı o. Men put nacionalность, rasa. Вероисповедание. Bana kızığı yok. Put adamlardı, yer yüzündeki adamlardan. Sport men maşıkışka çakıramın. Novi Zelandiya degen yer var. Avustralya men Antarktida'nın ortasında. 4 milyon nasilene var. 4 milyon. O şehirde sport nizamlaştırılgan. Zakon ya. Sen sportmen maşık basan zakonu buzgan bulursun sen. O şun için Novi Zelandiya futbol boyunca o 5-6 maçta çıktı nemege. Чемпионат мирге. Новый Зеландия жүзелі күшті спортсмендері бар. Еме маны қара. Мен күреспеген адам болса 150 kilovu, 200 kilovu korkpayman. Küreşmegen bolsa. Biro küreşken bolsa 50 kilodan ham korkamam ben. O to yaxshi biladi o 50 kilolik küreşti. Korkamam ben ondan. Ali 150 kilo küreşmegendan korkmayman ben. Sport ahırgacha sportsmen bo'lishing keraksan. Irchimi ahırgacha irchi bo'lishing keraksan. Men 5 yilda mahallasimdan tug'ilib o'sganman. Bu tajriba o'koz ota aka-ukan bolalarimiz. Bizga jahon tug'gan bolam. Shu ukamiz yoshligida shu kurashga qiziqqanda maktabda ham yaxshi o'qigan, biroq kurashga qiziqqanda bu kurashga shu O'zbekiston, Qirg'iziston tanitdi, Beshkentlarni tanitdi. Rahmat. Bardığımızı Allah ömrümüzü uzun kılsın. Bardığımızı rızkımızı büyük kılsın.
Bordug'imizga Xudoy nimani orzu qilsak, o'zbekcha bo'lib ketdi bu yog'i. Nimani o'ylasak, shu o'y maqsadlarga yetkazsin. Oqchavuz ko'paysin. Boy bo'laylik, bor bo'laylik. Allohu akbar.